Assalomu alaykum qadrdon obunachilar. Kanalimiz muxlislari. Bugun biz Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga qarashli O'rda qishlog'imizda video olib boramiz. Bugun bu yerda Aliyev Murobit aka nevarasini chiqaryapti. Akmaljonning qizini. Bugun biz mana shu joyda video olib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmay biz bilan birga bo'ling. Videolarda ko'rib, kommentarlarda yozib, like'lar bosib olasizlar. Mana shunday qorda video olamiz ekan bugun. Biz boshladik. Assalomu alaykum. To'ylar qutlug' bo'lsin. Qorni qaranglar ha. Qora hayz barakada. Ichkariga kira. Assalomu alaykum. To'ylar qutlug' bo'lsin. Qavur o'zingizmi? Tanjani sog'mi? Oshib qo'ymasangiz bo'ldi. Qo'ymasang. Assalomu alaykum. To'ylar qutlug' bo'lsin aka. Qulluq. Boshladinglarmi? Qorda? Qorda ham bir to'y bo'lsin. Bu ham hammaga yoqarmaydi. Xatmi soat 10 ga ekan. Hali kechiramiz qorda. Yevropa ham ko'ramiz. Butun dunyo ko'radi. Hamma dunyo. Butun dunyo. Bo'ylab. Yegirlar ham ko'radi. 500 ga qachon tushamiz? Hozir. Ha? 500 ga qachon tushamiz? Mashina chiqib bo'ladimi? Mana shunday uylar qilgan mana. Qorni qaranglar yog'ishini. Mana nihoyat qor ham yog'di ya. Mana bu yoq qozon taraf. Assalomu alaykum. Hormaylar, to'ylar qutlug' bo'lsin. Qordaydi. Mana sizlar Rossiyadan kelib, qorda ham olib keldinglarmi? Qoram yoqsin. Bir yaxshi yashayotgandik. Shunda qora. Hop. Kanalga turadi, qor yoqqan. Mana nihoyat mana. O'rday oqshor bo'ladi. Va bitta qo'yni go'shtiga bo'ladi-da bu. Qoyil. O'zim ichaman deb. Nimaga? Shavkatbek ha. No yapıyorsunuz abi. Hayır. Qorda bugun qor. Qorni ko'ringlar mana. Bizni Andijonda ham qor yog'yapti. Bunday qanday ko'rinar shekilli. Ana shu qor oqarganlar. Kechasi bilan mashina yog'ib chiqdi. Chele. Ahırda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'lashim, tuzimsiz. Kelinglar. Yo'rlar ekan-da. Amin. 2 yaş bahli olsun, bahli tahsil olsun, bola chaqali olsun. Qo'shganima qo'shar, bola chaqalar bosh bo'lsin. Zamonimiz tinch, omon bo'lsin. Allah akbar. Xush kelibsizlar.
Rahim bloger har doim beday mana yerda xizmatida. Tayyor. Boringga shukur, uka. Tinch oling. Uzoq yashang. Chiqarog'i bor. Ana. Zaps bo'ldimi? Qaysiga tayyorlasizlar? Uyga ichkari bo'lgan bo'lsa ichkari Hali tayyor bo'lgan yerda non solishyapti. Bir mushat qoladida. Qani gapiring maniga. Porlardilar. Qishlarda kelibsa, Assalomu alaykum, hoji buva, keling. Assalomu alaykum. Hamma salomat. Assalomu alaykum. Kim yaxshimisan, kimmisan? Abi. Toylar mübarek olsun. Ya, Abdulbek, katta oqsoqollar bor, Nuroniy. Ben yarasın kaldı. Hammasi. Bunaqa to'ylar bo'laversin, to'ylari muborak bo'lsin, qo'shnilar bilan qo'sha qarsin, o'zlaridan ko'paysin. Buvali juvali bo'lsin. Qishloqimiz bundan-da obod bo'lib ketaversin. Qo'sha qarishga nasib. Rahmat. Mashhad yechaymi? Yo'q, mayli yesa, mayli tanga o'qi. Hadi hazır.
Yok, Kendine en iyi Kahveyi kirip koyar ortaya. Ben kötü gideceğim. Rahim yem, böyle gelsin, elini ya böyle özel almaya. Etmesin, beni ver. Etme. Yok, çatırganda. Abdülhane gitti ama kıynama borçluydunuz mu onu ya? Rahmet şimdi vatan koptu silah. Silah çıkayım ekene. Ben ettim durup Nakam Ajda benimkine Sabırcan çakırsan Sabırcan yola gerek ya. O kaynımaya rahat yola gerek ya. Başına benim çıksam ki. Kutumun aşağıda mesela kutumun aslında cerrahman aslında heykeli kalkan yapıyor. Ne destonda bir bildiğim alacağım. Bana hiç pul veriyorum. O min kupon ya aşıcı bana hiç. Kötülüğe de o min kupon verir. Mayda pulları mahinde pulu çarpı. Makalardan da öyle gerçekten halasa geri panolamız mahinde dediler. 3 kere geri 3 kere satı bir kere dedi yok böyle gelsen sen. Gerçek kaçak şunu verirsen. O ya da bu gaz gelmez ana katı geldi sana gibi sen böyle bir şey. Sen video mu kopsan? Ya hapa geldi. Ya burası geldi burası mahinde de sana ciddi çekmez ne kadar kim kadar. Sen işte. Üstüne gelmem. Ha? Ne? Var mısın? Sen amca tanıklı adamı değil. Senin tanıyanlara. Tanrı kolarsa kolarsa. Tanrı kolarsa. Buna qancha ko'paysa şey yapsa Yaxshida, yaxshida, nima qilay? to'ylar yetsin. Charchamang. Sen hep gördün ya. Tilmay ko'rib turaman. Tushib ko'rib boraman, dedim. Orderilar bor, ko'rib Ha. Ahmet'im ben toplayayım. Ana Değil obunachilar issiz sho'rvalar bor. orada oq sho'rvalar boshladi. Va Rahmiga jina qizarib qolibdi o'xshaymiz. Qaradim. qaraylar. Sho'rvani kelib qilgan kelinglar videoligizda. Kelinglar qo'rqalarni ko'rganmisizlar? Kolxoz uchun deydi-yu. Hojdan muxolot qilganlar dedi. Olib keldi. Ay malade.
Hop. Shunday qilib qadrdon obunachilar, kanalimiz muxlislari. Bugun biz Orday to'ylarimiz. Qorli to'y bo'ldi, qorli ha. Qorli to'y bo'ldida qor yog'ib. Qor. Bugungi o'qilgan xatmlardan ularni bahramand aylab, so'roq savollarni yengil qilgan, jannatni naim bog'chalariga nasib aylagin. Ya Robbil alamin, bir duo qilaylik. Alloh taolo bu Murobijonni nevarasini tushgan joyda baxtli, saodatli qilgan. Zavjalariga mehribon, oilalariga mehribon, zavjalarini har bir aytgan narsalarni qiluvchi, o'zini ham ibodatda, itoatda, ma'sum holatda bo'lib yurishini Alloh o'zi nasib ro'zlagan. Uzoq umr bergin, ulug' rizq bergin, ahli solih zurriyotlardan bergin. Din-i islomga xizmat qiladigan zurriyotlardan nasib aylagin. Murattab qori olim olimlar chiqib, ota-onalarini, katta bobolarini, barcha 70 kishini shafaat qiluvchi ahli Qur'onlardan kelib chiqsin. Yurtimizni tinch qilgan, osmonimizni musaffo qilgan, har xil balo qazolardan, ofatlardan o'z panohida asragin. Uzoq yo'llarda yurgan, safarlarni bexatar qilgan. Bemorchiliklarimizga shifo bergan, dardlarimizni o'zing aritgin. Qarzlarimiz bo'lsa Alloh o'zing najot bergan. Va qishimizni ham yengil qilgan. Alloh taolo bu serhosil, serdaromad yerlardan qilgan. Dehqonchilik, chorvachilik, parrandachilik, bu pilla, paxta, don, bu hamma ishlarimizda Alloh taolam o'zing madad qilgan. Tijorat va ziroat, mana ko'p birodarlarimiz tijorat qilishadi. Uzoq yaqinda yurishadi. Alloh taolo bularga ham yo'llarni ochiq qilgan. Texnikalarda yuramiz, qishlik qiroliq kunlarda siyg'oqchi yo'llar. Alloh taolo bu falokatlardan o'z panohida asrasin. Farzandlarimiz mashina chiqib ketayotganda aytaylik, Allohning kalomini ayt va sekinroq yur, oldingdagi ortqaydagilarga yo'l bergin deb bir nasihat qilib chiqaraylik. O'zimiz ham Allohning kalomi bilan yurishga Alloh nasib ro'zalagan bo'lsin. Qilingan ehsonlarning ehsoni maqburalardan qilgan bo'lsin. Bugungi kunda xizmat qilayotganlar, oshpaz, choypaz, qo'lga suv quyayotgan, o'rtada xizmat qilayotgan, bu mashhura opa singillarimiz dasturxon bezagan, mos somsa qilib kelgan, mana dasturxonlar qilib kelib, savatlar qilib kelibdi. Alloh ularni qalbidagi eng yaxshi niyatlariga yetkazsin. Qo'llarini dard ko'rsatmagin. Oilasida doim xotirjamlik, mana shu ulug' kunlarda to'ylarga xizmat qilishi hammasiga nasib aylagin. Murobijjon aka-ukalari bilan, qarindosh urug'lari bilan, bojalari bilan, egas singillari bilan bu ahli ayolni hammasini tanijoni so'qqiyin, oqibatdan siylay rahmda bo'lishga nasib ro'zalagan. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana va hab lana min ladunka rahma innaka antal vahhab. Bu o'g'illarim safarda yuradi ko'proq. Alloh taolo safarlarni doim bexatar qilsin. Topganlariga baraka bersin. Qo'shganlar qo'sha qarib, o'g'il qizlarni uylab joylashga Alloh hammamizga nasib qilsin. Hojaka ammam o'tgan edi. Ikkita tog'am bor o'tgan. Ashlarga bir tilovat qilmoqda. Qanday chiqarib yurasiz? Chiqav yerda. Yakka bo'lib qolibdi. Qanday bo'ladi? Kartika bilan solardi. Osh qo'yibsiz-ku. Ha. Osh qo'yibsiz-ku. Osh men nima qilamiz? Osh qo'ymayman dedim. Ha, beramiz. Yo'q, nima? Solaringmi? Og'riga? Ha, to'xta. Borib ketdi o'sha xotinlarga solaring. Tovoq. To'xtattirma oyog'ini san. Ha, yo'q. Yana ishtay. Ama hani ko'p turing. Chiqaring. Assalomu alaykum. Duo qilinglar, ya.
Buralar. Baxtli olsun yoshlar, tinchlik bo'lsin, zamonamiz tinch olsun. Shunaqa to'ylarni ko'ra olaylik. Nevara qizlarimiz ham o'g'illarimiz ham uyla olaylik. Xudodan bilan Murat akam umri uzoq bo'lsin. Bilan Akmaljonda ham qo'shganlari bilan qo'sha qarib to'ylar qila olsin. Shunaqa to'ylarda o'tira olaylik. Alloh akbar. Kepsizlar. Rahmat. Rahimjonda ham sanjani sog' bo'lsin, niyatga yetsin, umri uzoq bo'lsin. Alloh akbar. Ayalar. Muhammadjonda ham olib qo'yib oladi. Olmayapti. Rasmga tushing, ya, bo'ling, bunday qiling. Qara. I love you qiling. I love you qiling. Voy. I love you. Ertaga soat 8ga to'yga. Hop. Tek Nimani o'zingman bir bor nima qilaylik? Tushib qilaylik. Hamma bir narsa o'zimiz nima qilamiz. Bolalar tushunmayapti unga. Rahimjon aka o'zi biladi, deyapti, aralashib. Bo'ptimi? Ha, bo'ldi. Billahi o'tib kelaman. Nasıl tava aldı? Assalomu alaykum. Hop. Shunday qilib qadrdon obunachilar. Rahmat. Kanalimiz muxlislari. Bugun biz Orday to'ylarida. İşi olur da bir gün